Bu qetimliq dərsdə biz kesiş quralı və onun əlaqələri bəzi məzmunlarını toxtalıb ötəylik. Kesiş quralı məsələn bunu nima işiltimiz degan chaqda bəzi rasmlarni biz to'rdan tushirib olgan chaqda uning ba'zi nuqsonlar bo'lishi mumkin. Masalan, ortiq xatlar bo'lishi yoki ma'lum bir nuqtalari bo'yilib ketgan vaqtda bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz xohlagan va o'zimizga lozim bo'lgan doirani tanlab kesib olsak bo'ldi. Buning uchun qanday qilamiz degan chaqda qural sandig'ining ichidagi kesish qurolidan foydalansak bo'ldi. Buni cheksak bo'ldi va yoki tez ijro qilish belgisi knopkasidan C harfini C knopkasini bosgan chaqda biz bu alga avtomatik o'tamiz. Avtomatik o'tgandan keyin uni o'ng tarafini cheksak ba'zi bir qancha holatlari ko'rinib turibdi. Ham birinchisi normal kesish quroli. Biz buni chekib, endi ma'lum chekkandan keyin ekranda to'rt atrofida va qirida bir xil holat shakllandi. Bu doira biz kesmoqchi bo'lgan doirani qildi. Men buni ixtiyoriy tanlab turib, kesmoqchi bo'lgan o'rinni tanlab kesa olaman. Masalan, menga lozim bo'lgan alayda mazmunlarga yetib, ortiqcha va buzilib ketgan nuqtalarni elbasam bo'laverdi. Endi diqqat qilgan bo'lsak, uning ustidagi parametrdan endi birinchisi uning nisbati. Siz buni oldin belgilab qo'ygan modullar tanlasangiz bo'laverdi va yoki yong'in nisbati bo'yicha tahlillasangiz bo'ladi yoki uni yutib yangidan boshlasangiz bo'ladi. Bundan boshqa bu yerda siz ortiq jarayonlarni hozir tutuq holat ko'rinayotgan ortiq qismlarni butunlay kesib o'tamsiz yoki saqlab qolamsiz deydi. Saqlab qilish bilan kesishning farqi qanday degan chog'da men hozir buni elitib undan keyin kesish uchun men bu yerdagi to'g'ri belgisini bosib bo'ldi yoki knopkasidagi enter belgisini bosib bo'ldi. Hozir enter belgisini bosgandan keyin bu kesish holati o'tdi, kesilib bo'lgan o'tdi. Endi men bu yerdan tanlash yo'tkash quroli knopkasidagi V-ni bosgandan keyin yo'tkash quroliga erishman. Undan keyin rasmni oldi keyin sürsem bay kesilgan lekin ekranda ko'rmagan nuqtalarni yana ma'lum darajada surib ko'ra olaman. Mana bu butunlay kesib o'tmaganlikni saqlab qolganning foydasi. Agar uning aksicha bo'lib, men bu rasmni butunlay kesib o'tdim. Qanday bo'ladi degan chaqda men masalan bu kesib o'tish uchun hozir ramklash quroli orqali kesib o'tmoqchi bo'lgan doirani tanlab oldim. Men bu holatni kesib o'tmoqchi deb tanlab bo'lgandan keyin undan keyin knopkasidan C'ni bosgan chaqda avtomatik holda kesish holati o'tadi. Men buni bir qitim enter urib bo'lgandan keyin aniq darajada shakllanganda siz buni yana takrorlasangiz bo'ladi yoki shuni saqlab qolgandan keyin to'g'ri belgisini bosib o'tgan chaqda kesildi. Bundan men buni butunlay kesib o'taman degan holatni kelsak. Bu belgi tanlangandan keyin ekranning keyinda tutuq holat ko'rinayotgan bu holatlar butunlay yo'qolib ketadi. Undan keyin biz to'g'ri belgisini bosib o'taylik. Men endi qaytadan yo'tkash qurol orqali men buni yana surib ko'raman. Qulluq holatini yo'qotayotgan taqdirdami men yanala shu kesilgan doiradagi rasm mazmunlariga erisha olaman. Bu farqi. Undan boshqa biz kesish quroli orqali yana nurg'un ahvollar qilamiz. Masalan, men ma'lum bir doirani tanlab bo'lgandan keyin buni burmalash yoki cho'giltish unimiga erishsam bo'ldi. Men qilib bo'lgandan keyin buning qirg'a kelgan chog'da mousening shakli o'zgarishga boshlaydi. Men buni musholat ekilib sursam bo'laverdi. Yoki o'ttirdagi nuqtani surib o'tib, xohlagan bir qilib aylanish o'qini o'zgarsam bo'laverdi. Buni diqqat qilsak, buning shakli bu ramkadan chiqib ketmagan holatda bizga butunlay orliqni aylantirib beradi. Buning nima foydasi bor degan chaqda, masalan, men buni hozircha vaqtim o'chirib, buni bekor qilishning usuli men bu yerdagi belgini chekib rasmda bo'ladi. Masalan, bu rasmda bir ot bor. Bu ot amaliyotda fotografning diqqatsizligi tufaylidan bu rasm tutuq chiqishdan boshqa yana yantu chiqib qolgan. Biz buni to'g'rilash uchun qanday qilamiz degan chaqda yana kesish qurolini tanlab bo'lgandan keyin asta cho'risiga ekilib buni o'zimiz tuz ekalgan holatga to'g'rilasak bo'ldi. Buning yaxshiligi buning qirlari butunlay yani avtomatik holda tangishilib kesilib berdi. Men hozir buni butunlay holat saqlasam bu rasm endi tuz holatga kelgan bo'ladi. Undan boshqa boshqa unum erishadigan usullar shakllar bir qancha bor. Masalan, bu yerda bir so'zlab o'tib ketaylik. Uning ostidagi sumirish qurolining ichida
biz sızg'ich quroli bor. Men buni qilish uchun oldindan bu rasm aslida eklay. Men ondan keyin sızg'ich qurolini ekib bo'lib, men bu dairni o'lchab olay. Hozir yantu kelgan yerning yuzini bir o'lchab bo'lgandan keyin hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ham nima degan chog'da, lekin bu yerga uning yantuluk darajasi chiqdi. Yana 2.9 gradus atrofida yantu chiqib qolibdi. Men buni rasm orqali stolning ichidagi tizimlikning ichidagi rasmni aylantirish orqali erkin aylantirish chekib qilsak, mush holat xotirlanganida qilsam butun rasm yana shu holatda shakllanib aylanib berdi. Buning hamda kamchiligi atrofdagi to'liqlama rayonlari oq rangda yoki taglikning rangida ko'rindi. Va yoki men buni asliga qaytarib mush holatni shakllantirib bo'lgandan keyin qaytadan sızg'ish bilan men bu jihatni xotirlab olib, men bu rasmni men biroqla shu tuzlayman degan knopkani bosish orqali bu rasmni yana aslida kelsak bo'ldi. Buning farqi o'xshamaydiganligini his qilsangiz bo'ladi. Bu usullar bor. Uningdan boshqa biz yana ba'zi usullar orqali rasmlarni tuzlash, andan keyin fotografdagi nuqtani muqimlashtirish usullari ishlaymiz. Masalan, bu rasmda uy hamda sal yantu chiqib qolgan. Bu rasmni biz avtomat to'g'rilash uchun ba'zi tez iroqli usullardan foydalansak, masalan, buning ichidagi filtr orqali tizimlash stolning ichidagi filtr yoki süzgichdan foydalanib, undagi camera raw filtrini tanlasak, bunda avtomatik holda bir yangi ko'znak ochildi. Men ko'rgandan keyin bu rasmning ichidagi yantu tortilib qolganini tuzlash uchun buning ichidagi tuzlash, ya'ni silindrsimon o'ngshash effekti, to'g'rilash knopkasini bosayotgandan keyin buning ichidagi men qolgan tanishsam bo'ladi. Masalan, birinchi avtomat tanishish usulini qildim. Qanchaqda bu bir qilib tuzlandi. Ham bu yerda bizning uning grafiklarni sozishni qilib qarsak, bu uyning atrofi butunlay tuz emas. Nima degan chog'da bu bir tabiiylik yaqinlashgan tuz. Agar men zolim tuzlaydim degan chog'da, buning yon tarafdagi ba'zi parametrni o'zgartirsak bo'ladi. Agar usti osti o'tir hammamizni tuzlaydim desak, egarsak bo'ladi. Undan keyin biz bu holatni chekayotgandan keyin bu uy qildi. Men ham buning aslidagi unumini ko'rish uchun Ctrl Z bilan bir qadam oldiga chekinish, keyin chekinish usulidan foydalanib asli holatni ko'rib qolsam bu asli holat, bu to'g'rilangan ondan keyingi holat. Bu asli holat, yana bu to'g'rilangan holat. O'sha usul orqali qaror qilsak bo'ldi. Undan boshqa, masalan, bu yerda bir deriz turibdi. Derizni bu bir yantu holat turib qolgan. Biz buni bunday yana shu ko'rinishga udul holat eklish uchun qanday qilamiz degan chog'da bay usuldan boshqa qo'l orqali asliga keltirsak bo'ldi. Ya'ni kesish qurolini chekib turib, buning ostidagi perspektiv kesish usuli quroli deydi. Bu nima degan chog'da men to'g'rilash usulini ifodalaydi. Ko'rinishni to'g'rilash usuli. Masalan, men bu chekib bo'lgandan keyin hamma narsani asliga keltirib bo'ldim. Yanglab bo'lgandan keyin men ma'lum bir o'zimizga foydalanadigan qimmatbaho tarafni tanlab olay. Tanlab bo'lgandan keyin men control va qo'shish belgisi orqali bu rasmni cho'ngaytay. Bo'lgandan keyin men mushu nuqtalarni to'g'rilash uchun, udil akilish uchun men ozroq kuch sarf qilay. Bu tiktok ulug'liq derizini men tuzlandi deb qaragan chog'imda men mush holatni saqlab bo'lib, hozir endi mush holatda bo'lsa, mushu 4 qirni biz foydalanish nuqtadan 4 qirni tanlab bo'lgandan keyin men yana control elish belgisi orqali kichiltib, men bu doirani tuzilmoqchi bo'lgan keng doirani tanlab olay. Men buni o'ng so'lga ust ostiga tortish orqali men bu doirani tanlab qilib bo'ladi ham tanlab o'zgartirish bo'ladi. Men mushu doirani bizga udul akilish uchun men yana to'g'ri belgisi ustidagi to'g'ri belgisini bosasam bo'ladi, enter belgisini urasam bo'ladi. Undan keyin o'zgarish paydo bo'lganini his qilaymiz. Bu biz to'g'rilagandan keyingi holat. Men qaytagan chog'da bu asli holat, bu to'g'rilangan holat. Bu siz qancha inchga bo'lgan sari bu ishlarninki shunday to'g'rilanganligini his qilasiz. Endi kesish qurollarininki tuvandikilarni qilsak, bu bizning masalan to'r ishlari uchun elib berilgan maxsus kesish usullari. Biz buni keyingi bosqichlarda aldinmay so'zlaylik.